Salam qarindoshlar, qanday ahvolinglar? Mush vaqtinglar xayrlik bo'lsin. Bugun sizlar bilan o'rtoqlashmoqchi bo'lgan, ham suhbatlashmoqchi bo'lgan va mungdashmoqchi bo'lgan o'rtaq temamiz Uyg'ur masalasi haqida. Birinchisi, ikkinchisi Uyg'ur mustaqilligiga dahshat to'sqinlik qilayotgan bir qism yomon niyatli kishilar to'g'risida. Üçüncüsü hazırki dünya vaziyeti hakkında ve uçurlar. Dördüncüsü bundan keyin qanday qilishimiz kerak. Buni burun mediada ma so'rab bo'lgan, yana takrorlab qo'yish zarur deb qardik. Endi avval yana burunqidek Uyg'ur masalasi haqida qisqacha eskartish bersak, hammamiz bilgandek mush yaqinda Egispas sözler bek köplep gitti. Yani muşu davanı uyak buyakka tartip yürüdüğün işler bek köp. Hem de bu Uygur kişi hukuku Amerika onu çıkarıp verdi. Bunu yeni bastırıp koyuvatımız. Uygur erki kırgınçılık meselesini bunu kanunlaştırdı. Bunu mu taşlap koyuvatımız, hem de muşu toğırlık qısqacha bir fikir yürgizgandan keyin, andan keyin mustaqilligiga to'sqinlik qilayotganlar to'g'risida andan keyin temini rasmiy boshlasak deb o'ylayman. Endi mushu Uyg'ur kimlik to'g'riliq ba'zilar hozirgacha turkiy millatlar, Turkish people deganlarni so'zlab yurdi. Hozir ular yaltayg'ini yo'q. Mush to'g'riliq biz qisqagina bir özümüzün oylaganlarını deb ötsek, Yer Mehmet efendim, merhamet. 5 minut. Assalamu aleyküm. Bütün dünyadaki Uygurluk, Azerbaycan, Türk, Türkmen, Kırgız, Kazak, Özbek, Tatar, Noğay, Uygurluk, Uygur kırımdaşlar, Allah yaşını satıştırmak, Uygurluk'tan hayırlık olsun. Hoş. Bu insan hukuk, kişi hukuk da bek cansip etken teşkilatlar, partiler, erkek kırgınçılıkını bütün dünya kollap 39'dan hazır 46 oldu mu? Avrupa mı? Şivisiya mı? Bunu yedi. Birden yavadı da. Yani Amerika ketilatkanlar yetti emez, 9 yetti. 9 yazı, Kıtay'ınki yazı, Avrupalar. Medya sözüme bilen bizimki medyada aşağıdaki sözüşü oldu yani. Medya demez mi? Partiyanın aşağıda. Hoş, erkek kırgınçılık, nemige ki mustaqillik. Neymiş ki taşır attınlar, neymiş ki taşır etsinler. Neymiş için aylana tutkuzunlar, bayrak götürmenler, siyaset oynamanlar dese, siyaset kirmeydi o dese, senin bir millet tutumunu yoktı varsa, siyaset oynamsan, boğuk kırıp olamsan, tonuğu mülkü olamsan, söyleme çıkıp, yok varsa, ekip varsa, bu lafla Türkiye'dekiler pohiymenler. Türkiye'dekiler. Bu taşkı dünyadakiler size yardım kısa ançımış pulcuk bilir, onun başkasına kınmaydı o. Sizlerin cıkılıklardan eğer çoşkul semerip gitti. Siz sizler kozgul kessen oldu, sen körotkan filonlar ikinci metrenden ki Kıhtay'dan ikinci siyasi sizler görevası, zulümlü görevası sizler. Neymi için sizler onu anı kıl desin, onun ki bunu sizler neymiş ki çapını yapısılar, neymiş közlüsüler. Ulan'daki çapını. Hani karab yakınlar, Suriye'ye kitip bakallarını. Görüp yakınlar arkadaşlar. Bu sen ütürüyordaydı, ben Uygur, bana mustakillik deysanlar, Türkiye'den çıkka adamda, çıkması yakşı. Bütün konsul parça parça bütün dünyaya ötüdürdü. Bütün şu azaptın. Cehennemden şikin sulkan size için, arkadaşlar. Sen Uygur musallar mesela demişim var mı ki? Bizden demişimiz var. Aziz arkadaşlar,
Mao endi ben ikkinchi deydigan gapim qolgandan keyin deyman. Mao tashqi dünya Uyg'urlar shunchalik bir aniqlash nima uchun bular irqiy qirg'inchilik deb shunchalik cho'ng bir masalaga hammasi chiqib do'pis osmonga atmay qo'shilib rahmat xati yozmaydi. Chunki butun fakt hamma narsa shuna qaraydi, bu diqqat qiladi. Bu cho'shqilar mana shunday olgan pulni nima qilib ve aycılda kanaylıkı neçinin aldıdı bayrak götürüp şunda kılaptırlar deb ben de so'raganda ben jildirib ben de yol ishchisi bo'lgani kelib yijib turdim. Xabarim yo'q, ular nima ishga namash qilmaydi ekan tang deb qo'ydim. Virus emas vaqtida 2019 indab chiqmadi. Shuningda shunda qaploq bitta Uyg'urdan vakolati bo'lib, men hamma tillarni men anladim desam bo'ladi. Bu nima qilganlar, sen to'lamamsan desam olmamdi. WhatsApp'ta ya bo'lsa telefon desam olmamdi, chiqsam olmamdi. Qaranglar qo'l qo'lga o'zining kishi huquq erkinligi uchun, demokratiya uchun 2 minutdan oshiq 4 oydan oshiqroq ashlar uyga kirmay kecha va kunduz shunday qildi. Sizlar chiqmadinglar-yu, aqchi ko'chilib ketdi. Men nima deyman? Men ular aloqa qilmagan ekan deb yijib turmandim. O'zingni o'ylab yiqinglar. Oldida o'z turishi uchun, pulini enitini pulini uchun bu sharafsizlar shunda namoyish qilib ketgan. Mana endi budaki irqiy qirg'inchilik onamlarda, dadamlarda 70 deganda mana ko'payibdi. Aslida bu biz tatqa azobni o'qimaysizlar. Biz bek azoblanib ketdik. Uni tuqqani serin ketdik. Senin balanglar 2 soat telefonu yok, balanglar 2 soat jutkaz qanday qilsizlar dedim. Bizdan yok, so'ylab oldi, o'ldi bu, nima bo'ldi? Buni olmaydi. To'g'ri tushuninglar dedim. Hozir irqiy qirg'inchilik deydi, uni deydi, bunday haqini kalisi qiyib ketdi. Hozir o'diq ketdi. Sen bir top qo'yna dedim. Men nima qildim? Haqiqatan uchun bir top qo'yna talab qo'yarsan, davomli qirg'oqqa o'ylab kirolmaydi dedim. Ashna olib qoldik dedim. Haqiqatan uchun qarindoshlar. Ya bizni ayblamanglar. Haq gap qilganda ig'ir bo'ldi. Alalik Sirxpay kostyum bakkap taqib, mana men itizlik keldim. Kim kichkin meshada, aziz qarindoshlar. Ben aşağı palaşıp kelib, ayakta tasdim telefon qilib g'ipni bo'laman. Bir dalda kirib, pash o'tiramiz. Yani parlamentga o bino shakilmaymiz mi yana? Kirgan chog'da bunda bir bilan kirilmaydi ekan. Chiroyli yasinib, portmal, açık telefonu hamma kitib sandiq qisab qo'ydi, açık shunday kirma. Oyog'ini shog'izib baypak tapishkini kiyib, kapashni kirib, otashadigan gap. Anlaydigan gap. Ya bir kichik bir gruppaga kirdi, ya cho'ng gruppaga kirdi. O'zaga cho'ng zalga kirgan. Aylaqi bizning yerdagi Uyg'urlar voy bu savolni nima ish qilib yerda debdi. Köygenlerdeki nima deydi, nima deydi. Ha qo'rqma, sen sotmadim. Sadaqa ishim yo'q, Xitoyni sotdim. Bu yerdagilar ashunaqalar aqldamlar, aqlliqlar. Qani sen siyosatchidan, tarixchidan, sen da'vogardan nima deb seni yaratmadi? Bunimda 2019 Trump bunim deb qo'yay degan gapni isroil olsab qo'yganlar. Texnik jasuslik tozalab bo'lgan ekan, Kommunist partiyaga yordam qilib tozalaymiz dedi-ku. Bunimda Xitoyda 300 dan chiqdan so'rab turibdi. Amerikada. Xoyillarni. Manamda Uyg'ur keldi. Kalını beshigiga mo'za keldi. Qasib kalın so'ydi-ku. Mo'zani cho'ngilib kalın oldi-ku. Shuni keldi demak. Endi bu sharafsizlarniki nemisini ba'zi yig'iliqlarni keyin gapirma. Manamda shundoq nima vaqtida men xalqni qijinab, irqiy qirg'inchilikni zulm qilib, nima qildi qarindoshlar. Har bir shaxsiy Uyg'ur qarindoshlar o'z oldinlarga bir ittifoqlashib, do'stlikni qurib, Alloh rizoligi uchun, millatning kelajagi uchun, balangning imtihon balangning navraning kelajagi uchun ittifoqlashib, o'z oldiga irqiy qirg'inchilikni ijro qilib turinglar deb
bir devletten ittifaklaşıp kırınlar, kaya kırsanlar konsullarga. O da yetkizdi. Uygurlarda bana benim kolumda gelen de demeydi. Ama Müslüman devletindeki konsulda katli bakmalar. Ulan hemimiz köydük, anladık. Yana Saudi Arabistan, yana şerefsizler, yana bizi sattı. Şunun için nege Müslüman da koyayım. Müslümandan vapa kime aldı? Vapa kim dikildi? Birinci Allah. Bu hak adalet. Unutmayınlar ki her kanak dindarlar Allah subhanahu wa ta'ala Resulullah sallallahu aleyhi ve ki ahir kürüş söküntüde men deydigan ahir ümmetten boşuna o kitap ya Allah deb çıkan ey Resul o senin ümmetin hak adalet özü kutquz degan. Hak adalet Uygurluq mustaqillik. Biz Uygur düşündük ki. Mana da meniki bir fikri. Gılepten. Murat ben de Mehmet. Assalomu alaykum aziz Uyg'ur qarindoshlar. Bizning shu men o'zim Qozog'istonda turyapman. Bizning Qozog'istonda bu tashkilotlar bor xil nimlar Dunyo Uyg'ur qurultay ishqilib Uyg'ur bo'lgan yerda har vaqtda shu men o'yimcha bo'lish kerak bir shu Xitoyga qarshi bir tashkilotlar bo'lsa, nimishki desalar biz Uyg'urlar bizning qiyinimizdan shu Xitoy Kommunist partiyaga o'chligimiz bor kichik vaqtida. Biroq shu Olmaotada bo'lsa-mu, Olmaotada o'zinglar bizlar ko'pchilik maydin shu Olmaotadan, Qozog'istondan shu vatandan chiqqanda sizlar chunki shu g'arib davlatlarga, nimlarga Turkiyaga chiqyaptinglar. Ishqilib Qozog'istonni ko'rdinglar, O'rta Osiyoni ko'rdinglar. Bu yerda hozir shu Xitoyning siyosati bak kuchayyapti. O'rta Osiyada, Qozog'istonda. Ishqilib Xitoy kiryapti bu yoqqa. Uningga biz Uyg'urlar shu Qozog'iston, O'rta Osiyoning Uyg'urlari albatta shunga biz diqqat qilib qarshi chiqish kerak. Qanday bo'lsa-mu shu o'z vaqtlarida petitionlarni yozdik, chunki bir nimni biroq shu Qozog'istonda da'vo Uyg'urlarning bo'lmagan men o'yimcha. Men bu yerda asli ko'p emas, mana 1-2 yil bo'ldi shu qaqshab yuryapman. Bu yerda o'zim mana bir sahnaga chiqib, bunda bir maqsadim yo'qdi mening asli. Ko'ryapman, endi biz bu yerda Uyg'urlar biroq az endi az bo'lsaqmi biz shu nimaga naq maydonlarga chiqib, namoyishlar qo'shilib o'zimizni mana biz Uyg'urlar shu Xitoyga qarshi Uyg'urlar shu Qozog'istonda bor deb men do'plarni kiyib olmay shunday o'zimni ko'rsatmoqchida. Nimishki desanglar hayron qolyapti. Bizda shu masalan Qahramon G'o'janberdiyev bizni shu boshqarayotgan Dunyo Uyg'ur qurultayini qancha yil bo'ldi? 25-30 yil bo'ldimi? 96-yildan shu qurilgan vaqtidan boshlasak, shu Turkiyadan boshlab. Chunki bu Qozog'istonga bu kirdi, shu bu yerda shu tashkilot Qahramon uni oldi kim ishqilib shu Qahramon bizni G'o'janberdiyev asli men uni bilmay shuni boshqaryapti. Boshqarayotgan hozir bir uning yordamchisi bor Erkin Ahmedov degan. U shu asli hamma narsa shu qo'lda Qahramonning bir qatimi bular bir namoyishlarga chiqmadi. Men shuni hayron bo'lyapman-da. Namoyishlar chiqmadi. Mana qancha Uyg'urlarni shu deport qilyapti Xitoyga. Bular ya sudqin bormidi? Asli bularni men o'yimcha endi bular tashkilotni boshqarayotgandan keyin, bular lider bo'lgandan keyin menimi gunohim bor. Men birisi deydi, sen nim chiqmading desa, ularmi durust deydi. Biroq men o'yimcha shu lider bo'lgandan keyin bular shu
Xitoy qarshi siyosatni qo'l tutayotgandan keyin bular shunday narsalarga diqqat qilish kerak-ku. Diqqat qilmaydi. Texi bizga Uyg'urlarga bisim qilyotdi. Sizlar asli shu YouTube'larda bor, mana o'tgan yili shu Ahmadjon Shardinov degan bir nima Bamachida bu nima Bayvachida o'zicha mayda bir zavodlari bor. Endi bu Murat efendi, bizni asli mushtaq men bir savol so'ray. Mushu YouTube'da biz burun bir narsani ko'rgan, ismim Ahmad deb bir so'zlab. Keyin qarsak, Ruscha, Uyg'urcha ikki xil ism borki, buning Ruscha ismi Shardinov, Uyg'urcha ismi mening ismim Ahmad deb yurgan. Hamma odam ko'rdi deyman buni. Shundaq tillab ketgandi. Namoyish qilmanglar. Ma lozungalarni, plakatlarni yig'ishtiringlar deb shu tatib qo'llar bilan mushtaq qilib ketgandi. Bu odamni nima ish qildi desak, bir yerda ishlaydi deb biz yaxshi bilmadik. Mushuni odamni bir nima ish qildigan odam qanday to'sqinlik qilyapti deganni biz uqmaydiganlar bek ko'p. Mushuni bir tushuntirib bersangiz bo'p ekandik. Bu Almatıda asli qilmaydi bir köprü yasaydigan bir zavod bor, beton quydigan. Şunun qo'lda bu zavodlar. Onun nurg'un, onun bayligi ko'p. Asli men onun bayligi yetishmayman. Ular nimga köprü setib aqch tapandı, ya qural setib aqch tapandı, mening chattig'im yo'q ular. Men onu eslamadim. Biroq men o'ylayapman-da, mushu bizga sizlardan mushu so'rab baqachim, bu yerda so'raydigan men o'yimcha Qozog'istonda muallim yo'q menga. Nimishki desanlar, mana 25-30 yil bo'ldi, mana shu bir qitim namoyish chiqmabdi. 27-chislada namoyish bo'lsa, men burun degandim, bizga mushu Shardinov, Nurumov degan ba, Shardinov men sandab qo'ydim, u bir bayvachini nima shunaqa odam chiqib. Bu eliqqa bizning partiya Nuratan ba, mushu nima bizning Nazarboyevning partiyasi. Shuni Nuratanovning nimasiga qo'shilgan. Ballari uning eliq KNB Saqchixonga ishlaydi bularni. Shuning birsidan yana deputat bo'lib majburlab mayda 25 yillarga sizlar har bir nimdan ko'chidan mana 10 nima ovozinglarni beringlar, men balamni nimga mushu Almatyning akimatining deputati kirgizib olman deb shunaq bir topshirma berdi. Texi mushu odam endi men uni xayin deyman. U qanday men o'ylayman kim bizning yo'limizni mushu to'siydi, namoyishni mushu Xitoy qarshi ular bizga qanday bo'ldi? Men o'yimcha bular xayin bo'ldi. Ma u nima? Durustmi, durust emasmi? Nurimov degan bu kim bu? Bizda mushtaq kim? Nurumov bu bizning nima Almatyning madaniyat kulturniy Uyg'ur madaniyat markazi degan shuni boshqardi. Bu namoyish chiqmanglar deb to'samdi bu Uyg'ur madaniyat markazi. Shunda bir onunga şu hükümetin akçı kuyuldu. O mu kahramandak burun KGB'de işlegendi. Ben ulağı iş kaçan işinmegen, işlenmeme. Bula şundak bir öylekte hükümetin nimsi de işlegendi. KGB ulağını endüstriye düşendirme özdenler bilse. Bu yüce ayma öylek nimdeyimiz kadar şundak bir nimdek. Aslında şundak ya da endi bu bizning Mashhaddagi siyosatning uchi chiqayotgan mushu 3-4 kishida mushu Qahramon va Nurumov va shunken mushu Kuziyev va Kuziyev bir bu sodigar bu mushu shug'ullanadi Xitoy nimishga desalar o'z vaqtlarda nimishga men bunga qarshi bo'lyapman o'z vaqtlarda Xitoyga berib bular bir gruppalar shada mehmon qilibdi ularni giysilarga chiqiribdi chapanlarni nimlarni kiygizib chunki mushu Kuziyev debdi biz mushu Xitoylarni Xitoy desak bular ko'ngil tikitdik ya shuning uchun bularni ham so'dayli deb mushu gapga men bu odamga men
нем қылдық қалғанын мен түсінмеймін, бірақ бұл бізді мұшы біздің ұйғырланы әнді жұқыр тұрып атқан мұшы бұған екен мен шулағы мұшта қаршы шығып аттым мен. Әнде вақтларда біз аңылған тоқ мұшы гәп бұватуды деп мұшы жігіт бешіні мұшы Нұрымов, Шардинов менің адамларым ба мұшы дүния ұйғыр құрылтайының ішінде мен хабар иваттым. Азыр бұла Нұрымов, Шардинов, Қақырман Қожамбердиев мұшы әлікі ұланың немселікі Долқынбайдың деген датсы бағы мүмкінден бұла мен неме бөлек шығып кетті деп шында қаңылдым. Бөлініп апты деп. Шықылы бұла нең қыса қысын мен олар чаттығым yok. Әсілі біздің мұшы дава yolumuzға бұла тосаватыды. Мана мұшы дәлел ба мен әвақлад дейді мұшы гәплі çıkıvatıды біздің жігіт бешілі мұшыланың қолда. Әнді мен әлбәтті демеме әмі жігіт бешілі шындағы әдемдер деп. Яғым яқшы балар ба мен biz мәселен мұшы дүния ұйғыр құрылтай десем мен әмісінің қайынлымаймы. Еді рәсми бір вәттәнпәрверлер ба. Мұшы Қазақстан кірватуда әнді қайық барды. Әнді шу әнді білді ғой мұшы дүния ұйғыр құрылтай қаршы бұған кен әнді яқ баса мұшы Қақырман ұланың яна еліқі мұшы ярдамшысы әркен әнді балла. Бұның мүнгізлерінің бұла бұрап башқы яқы бұрап етілді. Şu otur. Murat efendim. Mava Kahraman Hocambadi ve başkalar şu Dünya Uygur Kurultayının adamları şu jigit başlarını özünün askerlik başkurdu dep aşağıda anlagan ben. Bana birisi avazını öğretip koyup ben koyup bakay bana biz anlap bakalı bille. Bu jigit başlarına başkurduğun birisinin sözü geldi. Assalamu alaikum begim başla, xanak valınla, üyçi balcakla, arjutunla. Deyişmi? Hürmetlik jigit başları begimla, anlap koyunla. Әті өгін Алматыда митинг болай даватыды. Сілерге упорная просьба. Біздікілер ешкім қатнашмыз. Яры. Байқалыңlar, жұттың бірі бербелі бұнда болмысын. Бізге уже әйді юқырдың қәвә келді, қараңlar, байқалыңlar деп. Ғине әпәндімді бакен ғуманы. Аңлап бақалы чөт шықмағатыды ғо. Қиындашларымыз елініп кетмесін. Поэтому сілерге даватма официально ешаққа қатнашмаңlar, ешаққа шықмаңlar. Anlap koyunlar. Anladın mı şunu mu? Assalamu alaikum begim başla, xanak valınlar, üyçi balcaklar, arjutunlar. Anladı. Deyişmi? Hürmetlik jigit başları begimler, anlap koyunlar. Әті өгін Алматыда митинг болай даватыды. Сілерге упорная просьба. Біздікілер ешкім қатнашмысын. Байқалыңlar, жұттың бірі бербелі бұндақ болмысын. Бізге уже әйді юқырдың қәвә келді, қараңlar, байқалыңlar деп. Yok немелерге біздің қиындашларымыз елініп кетмесін. Поэтому сілерге даватма официально ешаққа қатнашмаңlar, ешаққа шықмаңlar. Anlap koyunlar. Anladın mı? Mana bu asli benim oyunca şu 27 çislada namayış çıkış gerekti Almatı'da. Şunun davatı da bu. Mana yukarıdan, kaydan, yukarıdan, Xitaydan bir tapşırma kepti de bulağı. Öz xalq odluğu ne? Yukarıdan da buyruk geldi deydi. Bunun xalı. Davatımız. Aha, şuna buyruk kepti bulağı. Bicin'de. Hakikaten ismin demekti, Beijing'de demekti çok Pekin'de. Ha, Pekin'de de bulağı. Biz Pekin'de emez ha, Bicin ha.
Вот все. Все понятно. Astana'da kendine Biz hemen hep çıkandı yeri muşu gepim devtendi. Ben bu namayışlar maçta bir nesle bolsa ben mini meşedem 2-3 maşın tosaydı. Kıyın bomba bula özdürü kıyın be çıkmaydı aldığa. Bula muşu bizden sakçılarını çıkır koydu. Akıştın ya da bir öyle noç maçlarda rahatsızlığa oturdu. Bırak ben onu aldı kış ketkendim üydün. Çıkarttım. Telefonla öyle nimeye pakraydigan bir kağızlarga şöyle falga deymiz. Şular orab judim. Etkendi badım yaqa nimge namayışqa. Çıksam bir top Uygurlar ayallarım keldi, erkişlerim ba men şunda hoş alıp kettim şununla. Endi hiç kim bir yaqa mecburlamайды da endi ben hiç kimi mecburlamayman. Mana çıkanlar sizlar bizdek bo'lmaslar deb. Endi bu özünün jürigi çakırmasa bu adamlar çıkmaydı maçtak naq maydanga. Şunun için ben o'ylayapman mana bu maçtak adamlar bizge Uygur halkı kim buldu maçtak? Xitoyga qarshi namoyishlar chiqmoqlar. Bizden yuqoridan mana Xitoydan mana nim kelyapti, topshirma deydi. Ko'rdinglarmi? Endi buyruq ha, maçtak. Murat efendim, ben bir ne sorayım. Qanday bo'lsa-mu Bular bu yerda qaqshavyapmiz, mana namoyish chiqib hozir biz Uyg'urlar chiqdik. Ruslan Minnaxonov men chiqdim so'z dedik. bu namoyishni Qozog'iston hukumati cheklaydi. Hozir namoyish chiqsanglar bo'ladi debdi. Bu qachondan boshlab o'zgarib qoldi bular? Gap chiqdimi? Anladimi? Ha. Bular endi bir tarafdan bular hammasi yaxshi bo'lmoqchi-da, bular Xitoyga yaxshi bo'lmoqchi, masalan, shu g'arib davlatlarga yaxshi bo'lmoqchi. Shuning uchun bir qo'llar ruxsat berdi, bir qo'llar mana to'sidi bular. Biroq to'siganlar ilqi olib ketdi yerdan, yana kivatati deydi Uyg'urlar yerdan. Shu yerda mashinaga silib, saqchiqanga akitib 1-2 saatdan keyin 3 saatning ichida qo'yib tutdi. Endi buniki mandaq insonlar bu shu o'tkazilgan insonlar bir narsa tushunish kerak. Hozir Muratniki degan gapi bir asosi bor gap. Bir turkumlar ruxsat berdi, bir turkum yig'ib ketdi. Bu yig'ib ketgan nima degan chog'da Xitoyga ko'ktini yig'yapmiz, boshqaryapmiz deb. Uni o'tirayotmaydi. Ya bu solab qo'ymabdi, hammani qo'yibdi. Endi bir qozoq ayolniki qir ayolni, endi qir cho'ng ayolni so'rab, nima qilayotganini, rost. Boshqa narsa borkan to. Deganda nima? Endi bu ayolni so'rab olgan bilan 2 soatning ichida choylik uyiga kirib, yolirib, bunaqa saqchilar ekan, asta pul qilibdi. Ana maniga o qozoq ayol. Birincisi ma'lum şamlarımız, ikincisi Anadolu'dan. Aşağı. Bu konsul, muşu Xitayning konsullar chiqqanti bular. Bular 10 necha ayol chiqdi, 50 kun turdi. Aşı bitkar ayol, aşağıda Mana bu ayol. Teri momayni Üç baksı yok ya. Vatanda. Mana. Mana maşda. Rahmet. Şunu olan hem de bunun neticesi hem de bu körünüşünü tutup yıkkan körünüş, Xitay körünüş gerek. Onda olgan iken onun nime diyen çağda halak ziyan yok. Mala ruhsat verdi, grup kim yıkıp eketti. Kim bunları koyup 2 saat iken ekip 15 minut koyup egelle var. 15 minutta.
Mayakta kirdi. Onda buna ağzısı köydü, onu bunu kıldı. Bu ağzını jun çıkart boptu. Ana degan gepi ne desi? Ha deb pişendi koyuverdi. Nimaga maqsad apır solash emasga. Bularni endi bu davlatni, bu millatni ko'raverdi uni Xitoyning zihnini. Tashqi dunyoga qarasa, butun hammasi texnika ko'payotgan Xitoyga jazo, Xitoyni yo'qotish, Xitoyni parchalash, bu insoniyatga zarar chashgan insoniyatga ziyon deb bu shuncha kuchlayotgan o endi Qozoq mamlakati uningga bu ahmoq emas. Men satsimi shunday qilib bir olistak, cho'g'apsak odamni necha kishi ko'tab, kichkina ko'targandek silkib, u ona degan bolaga chidamaydi. Bolasi malika ko'tib kelsin, narkochi, aroqkash, o'g'il, bunash, mafiya qatlosimi? Ona degan onu meniki qarnimda bir er kishi bitta tuxum tug'olmaymiz-ku. Ona degan onu shunchalik chidamaydi kim? Axir u dunyodami? Onaniki nimasi bek ulug'. Ay bola shu jahannam shunda qisilib o't azobida nima qilib borganda oni chidamay jahannamning o'tini yapar ekan. Şu anı çıdamaydı. Şoňuşka mavi Qozog'iston Qozoq animiz 3 balasını turmuga kampir solvagan 50 kungacha Xitoy konsolida kelmagan. Bizniki millat, mayli boshqa millat bo'lsa Xitoyning zihnini haqiqatan jurikida. Mana shu Allohning adolati shu. Yanma chin to'g'ri shu Allohning adolati bu. O chiqiblar haq ko'rish uchun Xitoy terrorist, China terroristlar çünkü o neydi o? Mana Mumay bütün dünya köydü. Muş galbini Mumay kazandı. Mumay fitti. Nerede Uygur'un fitti? Nerede Kazak hükümeti fitti bunu? Ama Mumay Allah razı olsun. Çok fitti. Hey şerefsiz Xitoy yok al bu dünyada serilip Kazak şimdi dağıtıdı. Bunu yok al gitse. Xudoyim sana ko'ksida qarab o'tirdi. To'g'rimi xatami Murat? Bu dunyoda sen yo'qolib ketsa-da. Endi bizim millat nima qo'rqadi? Voy tishdi, voy chiqma, voy ishonma, ha deb qo'y. Bu sharafsizlar uyadagilarni cho'shib go'shaysin, mayli Xitoyga tegsin. Bütün gunohini ularni jannatga kirishiga sen qo'y sababchi bo'lding. O'zing do'zax kirsa, mushunaqa nima qilib vatan millat satgan meyli Pakistan'ımız olsun, meyli yağan mujahid olsun, yağan davacılar aşlarının günahını hem de yüklü var. Mumayçılık vicdan olmadı bu günahın ki. Hem de çıkıp bayrak götürmesen, biz sana ne de hüpiyem de. Vakama çıkıp da tutup be. Vakası bu sarang vakası bak bu. Bak senin nereden ne sarang olsa, muş vakasın. Xitoyda. Fakat könüm tutma be. Müşicik neyse. Bunun. Şu Tungalarla 1985'in Tungalarla ilişkancalık kullanılmış. Muşna xancarı var. Türk Uygur. Xitoy, bunu hem kendimde tutup verirler. Korkmağına sen ziyan kılmaydı. Şart Allah'a kesin kolu da tapancım var. Tövbe turbular var. Çıkıratken emmesi. Türk Uygur'un başka karın sattı bağında onun uyaktın bir yaktın kege Xitoyla. Şükürlükü de. Fakat çıkıp turbularına hem de ağla deyip okuyan ki nime? Biz çıraylık seytivatımız, pulonu ilevatsan, biz anıl konuşuyoruz. Kimini kuraştın? Bu saylamda sen gülün ki aşkar olup kaldık o bultu umurlayacaktın tartıp. Bultu umurlayacaktın tartıp. Deyip okuyan meyle kandak teşkilatı işin aşkar olup kaldık o. Ne Trump seni tonadı, ne Joe Biden tonadı. Kimini kuraştın? Senin gepin çıktı mı? He? Aşağıda yiş kaysan gangırap kaldın mı? Ya ayak turanmay, ya bir ayak turanmay. Bu GNP'den çıkmadı yok, bu oyun desek, ma Sarangol nemi deyilganda. Nem boldu? Nem boldu? GN işkimizge Sarangda bir xat yazganlar.
Aqlli qila o'ngla, nima bo'ldi? Chunki Alloh bizning ishimizni saqladi, sening ishingda yo'q. Chunki niyating Allah. Niyating Allah bo'lguncha kelajakni bilmaysan. Kelajakni uqmaysan. 2019 butun insoniyat sınaydiken Allah tushuniga oyim bo'ldi. Musulmonlar Allohning sinovidan o'tolmaydigan desam, menga so'rankan ma'lum. Andaq kelsan, ish javob deb ketgandan nima bo'ldi? Musulmonlar biz o'tdi bu sinoqdan. O'tmadi. Chunki qoyil bo'lgan haqiqiy qalbingda ya Allah degan besh namozni, ibodatni nima uchun qilasan? Chunki bu haromdan, yolg'onchilik, aldamchilikdan, soxtakorlik, zinodan o'chib bütün nasıl vazgeçkenliği kim? Secde qarab, niyet qilib o'tarman. Cuma namazı oqsam, ishqigan namaz, cumani fardi vüzub qulbiga qilgan jati kabiga xolislaydi Allohu akbar. Allah iqtidor qilgan chog'da Allah sen duoni qabul qildi. Sen imom iqtidor qilsang, sening namozing kim qabul qildi? Ha? İslam deysan, İslamni o'zing uqamsan, uqmaysan. Bu din kimnin dini? Bu İslam kim? Neyim İslam? Allah'ın dini. İslam Allah. Elhamdülillah Rabbin alemin. Bütün alemler Allah'ın ismiyle Kur'an'ın açık başlandık. Çünkü biz eğişildiğin, itaat kıldığın, secdik başlıyorsak Allah'a, peygamberine emez. Ezelde peygamberimizi şifadeyimiz. Muhammed Resulullah hayya salat hayya falah der. Şunun için ezikindişler. İrki 40. çağda tayya çıkırgan çağda icra kıpranlar deysen ölemse Keynanda Xitay yoktu. Ya Xotna Xitay mı? Ya İran Xitay mı? Nime korksa? Yavuz bu milletteki Uygur'un davasını kullanma Kallik özü cüplasın, himlesin. Yan bir gapını kısmı koyay. Bu yakında hakiki yolga mağılman dep bir yerde ablacı neynaman buralar Uyguristan, Türkistan, Şarkı Türkistan deydi. Hazır Uygur'un müstakilliği bunu hakikaten demişsek olmaydı. Bu gıyretten bilen işkimiz evvetken nimkan faaliyeti tanışıp hemmini kötü kevatımız. Uygur, meyli anan ol, dadan ol, saktı dada, saktı anan ol, milleti mana satma. Bu vatan Uygur'un vatani, bu zemin Uygur'un zemini. Hiç kanda insanın hakkı yok da bunu yaptı. Nemiga? Hazır hakkını nemi kalmasa bütün dünya kollusun. Ben kollayma, geni kollayma, bütün dünya kollusun ki hak yolmangan. Biz mi boynumuz kılını içecek. Hakikat mağan, ertikenlikke, aşırıkke Uygurlar müstakilliğini halamız, yaktigen, nöretürken müstakil bulmasa bulmaydı o kolunda keldi benimki dese biz mi imza atımız? Biz aşırık insanlar kılmışlar. Dava kılış ne? Kıpırık sözümey, üzerine bütün dünyadaki bu şu ikram alındaki kılmışların üzerine güva. Dava kılış ne? Ahkam kılış ne? Uygur'daki dava kanla kılış ne? Kanla söyleş ne? Biz ülkemdik sizlerge tarihini katmay muşu 3 yıl içinde böyle 2018'in tartım. Yani bu bizim ülkemdik azıcık insanlar da sizler mağabette kalsa Allah dinliğe geldi kaldılar bu insanlardan bu kırımdaşa kiyotka fikir bu. Sizler vituvasla mağuyla kadar. Numus kılımlar. Mağabı sarangı, ay mışı kıymeti yana adam tulaydı deyse. Ama üzen gap kıl kırmışım. Men tulayga anamdan hakkı yok. Ya sınırımdan, ağaçamdan hakkı yok. Erdim emez miyim? Doğru olmansan. Yani Abdacan bize ayıplayan. Buradaki ötkenki aldığım kitap ki şunda ya nemi kıptı. Allah razı olsun. Aşınamazsa bizim var. Bizim var. Onun da reis kidalaşmayız. Hiç kaçanda biz reis olayla mundaklaydı bir yok.
Bizdeki ilan qilganimiz haq adolatni so'zlaymiz. Men 2017 chiqqan chaqda bir o'dakni tamsil qilib so'zlab qo'ygan sizlarga, butun dunyoga. O'dak boş qo'm amamiz butun kunni sistemalab ekan. Men nima dedim? Aksinchisi men olsam butun xoin sisteman degan. İsmondan atap bildim-ku. Er kishi ayol kishi o'g'il bo'lmaydi. Sizlar cho'ydinglar. To'yga qilsanglar, yana qilmishimiz, yana o'z millatimiz. Hepim tugul qilmish. Ne yapalım? Endi bu Qozog'istondagi namoyish masalasini bir qadar tushunganmi bo'ldik. Jungo hukumatidan qo'rqib, odamlarni tutsa, tashqi dunyodan, Amerikadan, Yevropadan qo'rqib, namoyish qilish erkinligi bor, butun xalq xohlagancha chiqalaydi degan bir uchurlarni berishdan iborat bo'lib chiqdi buning xulosasi. Endi hozircha shundoqdir. Şu 30 neçe devlet hazır en küçük devletler birleşip Jungo hükümetiga embargo yurgizatdi to'xtamay. Qozog'iston balkim hükümet bu ishdan ensirgan bo'lishi mumkin. Endi bu da qo'yib etgandikin bu namoyishga chiqsa bo'lmaydi degan narsani ama qo'lchumoqlarga to'sab etibdi. Hükümet meningcha bundakin to'smaydi. Hem to'sashga jur'atmi qilolmaydi. Hozircha ham de shundoq tushunib turmiz. Keyingi tema men mana Ahmadjon Qosimning rasmini chiqarib qo'ydim. Burunmi biz nurun anglagan Ahmadjon Qosimni xoin deb tillab yurganlayapti. Ammo necha kun yoqqa qarsak, yana buni tilladi, unda qildi, manda qildi deb haqlar urushib yuribdi. Endi biz bu Ahmadjon Qosimni xoin deb yurgan kishilarniki nima uchun undaq dedi deganlarni surishtirmayli, xoin debdi. Buning tafsilotini bildigan odamlar nurg'un bo'g'ashqa g'azablanib, bu xoin degichlar bilan urushidal qilibdi. Buni xoin deb hamma yerda davransab yurgan kim bo'lsanglar, Xitoy mollasi Mavlon Yasin, Amerikadagi Mavlon Yasin juma Mava Türkiye'den birisi molla bugoy deb uyat qo'yibdi, rasmini chiqarib qo'ydim mega. Endi buningga Qirg'iziston xalqi norozilik bildirib, ovozini evetibdi, mush to'plab yurdi. Buni anglab baqayli. O'zlarining ism bilan chiqib so'zlabdi mava. Musheri menga xil ta'sir qildi. Bu so'zlab qechib ketadigan odamlar jiq norozilik bildirsa isim familiyasini demaydiganlarmi jiqqu? Mala uchiq debdi anglab baqli. Assalomu alaykum qarindoshlar. Biz Qirg'iziston Uyg'urlari 5-6 kun burun fidoyilar ekrani televiziyasida Amerikada turishliq Mavlon Yasinning Shartursan Jamhuriyatining inqilobi rahbari Uyg'ur xalqining suyumlik farzandi Ahmadjon Qosimni yomonlab so'zlagan so'zlarini anglab to'liq nafratlandik. Bu adam o'tgan yilmi Ahmadjon Qosimni ashundaq xoinda bir ikkitim so'zlaganda biz Qirg'iziston Uyg'urlar to'liq hayron bo'lib, xafa bo'lgan bo'lsaqmi, dushman bir tarafda qilib o'zaro xaplashmayli deb gap qilmagan edik. Biz hayron bu odamga. Bugun Uyg'ur xalqi o'z diyorida depsandi bo'lib, odam ko'targisiz zulm chekayotgan mushunda qabahatlik murakkab bir sharoitda butun nafratini Xitoy tajovuzlari qarshisini o'rniga o'z xalqining milliy ozodligi, vatan mustaqilligi uchun jon fidolik bilan xizmat qilib shehid bo'lib ketgan rahbarlarimizning ruhiga aram bermay, mundaq asossiz qalamqon so'zlashlar biz Qirg'iziston Uyg'urlarini to'liq nafratlantirdi. Anlasak bu adam ilmi xeli üstün, Xitoydan undan o'rgangan ziyolilarimiz bir ko'rindi. Afsus. Ko'pchilik nomidan Muzaffarxon Qurbon, jurnalist, Tursun Islamov, jurist, qonunchi, Rahimjon Hafiz, siyosat fanlarining magistri, Akbarjon Bovdin, falsafa fanlarining nomzodi, dotsent, Ahmadjon Qosim bilan shehid bo'lib ketgan tarjimon Abdush Iminning o'g'li. Baxtiyor Qosim
texnik bəldən namziti Ahmetcan Qasımның jiyani. Bu Qırğızstandan çıkan narazılıq sözlerken imza atqandek isim familiyleri bilen oçuq depti. Endi bu Xitay mollasi Mevlan Yasin'ninki bu Ahmetcan Qasım'ni to'xtamay shundaqsiga qahramon deyishining ta'tirsigicha bu xoin deb bildirlab yurgan narsani biz tunji qatim anglashimiz emas-ku bu. Burun başlaq so'zlab yurgandi bu. Endi buningga norozilik kuchaygan chaqda buningga hamdamli bo'lib kim chiqdi desanglar buni xalqlar bir nim debdi, mana so'zlab qo'yay deb Xitoy tarixchisi qahar barat o'tirib chiqib Mevlan Yasinni aqlab etibdi. Bo'lsa taqa suhbatlashib, mush ishni aydin qilsaq degidek bu. Xitoy tarixchisi qahar baratning so'ziga bu. Mening uyqum kelmaydi, mushuni bir xoin deb ayirib etgan bo'lsaq degan gaplari bor ekan. Bularning gapiga norozilik bildirib, mush bir nechta qarindoshlar yeni so'zlabdiki, bu so'zlaganlarningki ichida ma'vo bizniki tarixchi ismini Azdikim efendimiz so'zlabdiki, bu to'g'riliq. Azdikim efendimning so'zini qo'yay desam, sal yarashmaydigan yerlari bor ekan. Bu Xitoy mollasi Mevlan Yasinni tillash uchun Nancy Pelosining do'sti Rabia Minosidan ruxsat so'rag'dekmish. Ruxsat so'rab tillayman degan bir yer chiqib qopti buning endi. Mushuning bir gaq baqsangiz, og'zini yumson deganda gaplar qilib qo'yibdi. Shuningga men qo'ymayman buni ovozni o'zinglar anglanglar. Ham sazay qilganda bo'lib qoldik, uni qo'ysam. Endi bu Mevla Yasinga Qozog'istondan kelgan so'zni anglab baqili. Demoqchimanki, buni Yevropadagi Mevlan Yasin, ya'ni bizga Samapal tarixchi etni tuqibdimi? Bularninki hozirgi keskin vaqtda, hozirgi dunyo, Yevropa ellari, Amerika, Kanada, turli 29 mamlakat Uyg'urni qo'llayotgan vaqtida, Xitoyni genotsid deb e'lon qilib Uyg'urga kuch-quvvat berayotgan vaqtida akilib bizning prezidentimiz Ahmetcan Qasımni xoin deyishi o'zining putiga o'zi kekchapgan, palchaqqa bilan barobar deb tushunman. Unda bo'lgandan keyin Yevropadagi tashkilotchilar top qurgan, tirishib qo'ygan nima desam bo'ladigan ularni endi. Vaqt o'tkazib 4-5 yilni oxiriga surib Uyg'ur xalqini qirg'inchilikqa yordam qilayotgan tashkilotlar ular kim bo'lib chiqdi? Her qanday millatda xoin bo'ladi. Sovet Soyuz vaqtidami tarixlarga qaraydigan bo'lsak, urushdan keyin Berlinni ip bo'lgandan keyin O'rislar biz yutib oldik deb maqtangan. Hozir ichildikin O'rislar urushni 41 faşizm yutib olgani yo'q. Amerika, Angliya bilan birlashib O'rta Osiyoning musulmonlari birlashib yutib olgan. Agar O'rta Osiyoningki 28 konferensiya o'tadi. Musulmonlar bo'lmagan bo'lsa, Angliya bo'lmagan bo'lsa, Fransiya bo'lmagan bo'lsa, Amerika bo'lmagan bo'lsa, urushni yutib olmadi. Bitirib qo'yadi. Onu tarixlarni sizlar o'qigan bilasizlar. Xo'sh. Hali so'zlabdi. Meni azraqni qo'ydik. Mevlan Yasinga degan gaplarga. Gene. Bir so'z qo'shib. Qo'shib bo'landan bir gapim bor. Nemini Keçim, maşa nemini devletay, bulmuş isim çıktı da. 10 minut kaldı, vakit 10 minut. 5 minut sözle. Bu mesele, ben bile kısa, 2 minut. Bu mesele İlham Can, Stalin'de haber geldi de 40 bin askerinin general bulup, İlham Can'a kolup ötken, Ahmetcan Qasım'ni alt şey girip marif kurdup uyakka eğitip
Әдіңла. Şunun alıp 40 bin muntuzum eskerni bu İlhan Turan'ın kolu ki nemidep Seyfi'de ezden münafıkının kolu ötep gitti. Ahmet Çakkasım bu yakta yenip kelgen 6 erketi dep apır pak kadar arıpan sepip Moskvaga ötütüp 6 erketi aldap 40 bin muntuzum eskerni İlhan Turan Seyfi'de ezden kolu ötkizip tas sıkıp Seyfi hükümeti ona çık gitti. Nemidep bu işki hain tarih yazılmaydı. Neme için Ahmet Çakar Prezident Uygur'un yaxşılık ölüm yolunu tanlagan bir kahramanını hain deydigan əblaq işek tutkan işplas maymundan bolgan işki şerefsiz yağan tarihçi sen nemen asas tarihçi deysen üzerine İlhan Turan Tokmak'ta Macon'un tunganı bir melde ülepti. Macon 1932'den tartıp ta 1-20 yılgacha kança kırgın kança kan töktü şunun xabarı. Neymiş ki bunu okumaysa tungan buyla? Şerefsiz Xitay imanlıktan Xitayla. Bu 40 bin muntuzum eskemni Manasarı'ya yatkan İsrail'in xabarı kepti. İlhan Turan'ı ötkizip durupti. Aniki alçıya mağrıp konuşka uyak gitti Ahmet Çakasım. Azrak adam diyorlar. Sen kim o dese biz elhamdülillah Müslüman degen Uygur, ben Uygur. Senin milletin Uygur'da ügetke vakti da. Ben atla ötekte vaktimiz hoş gitti. Anan bu İlhan Turan'ın kolu ki 40 bin muntuzumluk esker nemide Seyfi'den konuşup kala çoşkuna. Nemiş Seyfi'den satkan bizim hoş gün koygan. Bu şerefsiz ne? Hemen ise ki sen böyle Abba hocamla evresi çevresi şunun için tıllaysa Uygur ne? Ben Eşad Oğamız'a kalbim kitaptım ben. Hakikaten. Vallahi billahi tıllahi. Bu video unutmaya şıplas güyle. Ne mi geldi geçen bu? Hain. Bizim bunu atıbını satkan Teğmen'le, Zozong'dan Çınsılavsı ne? Komünistlikten ekegenen ki evresi çevresi bu. Bu yok almışsa biz yok alıp çıkmadığımızda. Gibi tügüle. Öyle yapamdan. İşkimlik mi bu mu? Merhamet. Murat Ağa. Murat. Kıskarak he? Murat Ağa. Merhamet. 2 minut. He? Yok qarab turgu bu gap qilmay. To'g'ri aciz anlanmayotgandiki ya bunun. Alo Murat, ketib qoldim. Anlatamsan Murat. To'g'ri uzilib qolibdimi bunun? Ben nim demakchi meni anlatansizlar. He. Bunu nima bu mushu Mehmet To'xti, Mevlan Yasin, Qahar Barat, yana kim bor 4-chi? Bu iliqi bir nima kuchuklarchu. Bu iliqi ko'chadagi iliqi lavm kuchuklar emas. Bularning ilgisi bor, o'sha kuchuklarning. Bularni bir vaqtlarda mashtaqli chiqarib qo'ydi bir hech qanday dalil kerak emas. Ahmadjon Qasim o bizning rasmiy vatanparvar biz uni hammamiz qo'llaymiz kim uni bildi. Раз desa yari nimishga mushu Alixon To'reni mushu chekistni Sovetni avatgan chekistni eshitdim demaydi. Mana Sayfuddin Aziz mana Ravshan Abbasning buvisi o'to'g'rilik demishki demaydi eshitdim. Mana 4 kishi bor. Mevlan Yasin, Mehmet To'xti, Qahar Barat yana kimdi 4-chi? Mevlan Yasin. Ular birden mashtaq gapni chiqirdi. Bizga mushu Qashqarni basanlar, bizga Janubni Qashqarni basanlar mana bizga yetarli deydi. Buni Mehmet To'xti nim dedi vaqtda mushu Indoneziyadagi qaytirib atgan 3 balni va bular mumkin terroristchi bo'lgan-ku. Shuning uchun ularni qaytirib atdi deydi. Mashtaq gaplarni bir eski sesiq paranlarni chiqirdi. Biz bu yerda Uyg'urlar qaynab ketdimiz. Ben oyimcha bularni hatta bir o'zining bir nimlar buyruqlar chiqirdi shularning ilgisi. Bularning hammasining ilgisi bor. Qahar Baratning ilgisi bor. Bular bika o'zi bir yavoy kuchuklar emas bular. Emas, boshlig'i.
Başlığı ha. He, bularning boshlig'i boshlig'i bor nega bularning. chiqarib qo'ydim İlgisi. rasmini. Doktor Rasmini Bayder, chiqarib qo'ydim mega boshlig'ining. Rabia Pelosi. Kim? Nancy Pelosi, Joe Biden, Rabia Ha Minosi. bular her vaxtdaki ha. Mushlar shu boshlig'i. Bular ko'rinib turgan buni qahar barat Rabbiyani her vaqtda maqtaydi. Durustmi? Ha o nima ruxsat so'rab birisi so'zlaydi. doktor her vaqtda shu ha. Çoğuşka söyledim diyen bulanı bağlan, havbalan, vugadadan, jigapanda. Şilen şunu, Nima bala, yaxşı bala, 5 dansı var, bir anısı var der. Köyler aşağıdan maktaydı. Ama voqea to'shib qoldi. Oxirsida endi biz nima uchun bu narsani vaqt to'shdi. Endi buni nima uchun bu Xitoy mollasi Mavlon Yasin Xitoy tarixchi qahar baratlarni bugun so'zlamoqchi bo'lib qoldik desak, bular to'xtamay Ahmadjon Qosim bilan etishni yepishib oladi-da. Ko'z oldida nurg'un xoin bor demaydi. Ey, bu İlhan Töre'lerinin hemmisi ispatlari bor turibdi. Aşı qizlar armiyaniki hem askerler bilan birlashib, hatto Beijingdagi davlat qurilish murosimi qatnashgan Ro'sha Abbasning bovisi va Sayfiddin. Mush yaqingi zamonlardagi shu vaqt hayot yurdi. Bu degan shu armiyaning kiyimin kiyib, qizlar armiyaning ashundaq yurgan mavzudan bilan ko'rishib, mushlarni og'zi olmaydi ham olanmaydi. Faqatla Abdukerim Abbasov buna rasmini men chiqarib qo'ydim, Ahmadjon Qosim o'tirgan. Oshiningmi gapini qilmaydi. U cho'ng dadasimikin bilmadim. Atrin kesh Ahmadjon Qosimni etishdi. Xo'sh, Ahmadjon Qosimni undiq deb axlabmi o'tmay, qarlabmi o'tmayli biz talashmaymiz. Bular jidal o'ynamoqchi, jidal o'ynab o'zini men Xitoyning odami deb Xi Jinpingga ko'rsatib, sizlar bergan maoshinglarni men harom olmadim deb o'zlarini ayaga reklam qilyotdi. Qozog'iston hukumati bilan o'xshash. Aningim yaxshi, meningim yaxshi, Rabia Minosigim yaxshi, Nancy Pelosi'gim yaxshi bo'ldi, men Joe Biden prezident xo'shamat. Endi bu yerda biz uni bilan talashmay, urush jidal qilishning hojati yo'q. Qirg'izistondagilar ochchig'inglar kelsa, bu Akbarjon Bog'ding desanglar, ittifoq gazetiga bossin. Bu Mavla Yasimlar qahar baratni yerdagilar siyosatchilar boshqalar bilmaydi, bular degan Uyg'urlarning ishchilmashda yurganlar bu. Buni to'g'ri besish uchun buni opisining rasmini birga qo'shib, ma ballari deb gazetga bossizlar, Qirg'iziston sesib ketadi ular. Nazarboyev bespamaydi, buning amal yo'q. Lekin bularga deb qo'ydigan gap Mavla Yasin qo'lg'on tutib angla, qahar barat angla. Men aqlamay turib, qarlamay turib Ahmadjon Qosimniki vafoti to'g'riliqlidi. Bu ashada o'zining jinini qurbon qildi. Mayli aqlsin, ko'ysin, bu odam vafot bo'ldi, qurbon bo'ldi. Lekin qolganlar hammasi yep-ichib o'ynab yurdi. Birsini qasd uchirmadi. Sayfiddinmi mosh yaqin zamonlarda yurdi. Namina o'ynab Beijingda vafot bo'ldi. Shundaqmi? İlhan Töre'mi? Tungallar mevsida o'ldi To'qmoqda. Hammasi maaş aldı, nima Sovetlar ittifoqida vaqtida belgilab qo'ygan maaş. Mushundaq. Endi bu yerda urush jidal o'ynamanglar deb biz mediada buni asosliq mushin digil chiqqan. Bular vaqtni oladi. Bular hammasi mujda qalaymaqan qilsaq debli o'ylaydiganlar bu. Agar ochchig'inglar kelsa, o'sha gazetga bersanglar, mediaga chiqib bir qatim so'zlab qo'yinglar, atidan kesh har kun kirishmanglar bu, saranglar bir nimlar bu. Mujda xalqlardan pul yig'idi, xashlaydi. Xashlab bo'lib, yana sizlardan yiqqan pul bilan sizlarni ash bo'za qilaman deb yurdi. Mushundaqlar hamda bularning ishi. Ma'qulamsa qarindoshlar, vaqt 1 minut eshib ketibdi.
Agar buni chalib qoldi deb o'ylag'uchilar bo'lsa, buni yana bir qatim tafsili so'zlasak bo'ldi. Bugun vaqt munosabati bilan misha to'xtatsak deb o'ylayman. Xo'sh, qarindoshlar. Yan xabarlar. Ma'qul.